Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Bugun bizning navbatdagi ishimiz Buxoro shahri G'ijduvon tumanida Oybekam xonadonlarning oshxona mebelini zo'rini o'rnatib berganmiz. Hozir Oybekam ukalari Jonibek akamizning mebelimiz haqida fikrlarini bilib o'tamiz. Jonibek aka, bizning ishimizdan rozimisiz? Bizning ishimizni qaradingizmi? Mebellardir, rakon, naz mebellardir. Davun naz mebellar. Hamisha Xorazm ovozlarni shinonda xushro'yga taqib daraxtashning. O'zi garnis mebellar, so'rmish qilishi durmashba. Akara taxirim jam. Mebellarimizni ko'rib turasiz. Stollarimizni naturalniy granit toshdan qilib berdik. Mebelimizga texnikalarimizni o'rnatib berdik. Mo'kamizdan full mo'kalardan o'rnatib berganmiz. Xudo xolasa ko'rib turasiz. Mebelimizni chiroylatib, ikkala ustonovka qilib berdik. Kimga shunday sifatli mebel xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol ustoz Sodiq mebellarga murojaat qilishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustonovka xizmatlarimiz bepul bo'ladi.